Ketdik. Bugun sizlarni o'zim bilan BTS konsertiga olib ketaman. Men yashayotgan joydan Seulgacha 6 soatlik yo'l. Avtobusda 6 soat tinmasdan maza qilib BTS qo'shiqlarini aytib ketdim. O'sha kuni xuddi o'zim konsert berayotgandek rosa hayajonlandim. Metroda o'zimga o'xshagan armiya qizni ko'rib qoldim. Ne только armiya qizi, balki metro полностью BTS plakatlari bilan to'lib ketgandi. O'zim ham rosa chiroyli rasmlarga tushib oldim. O'lgan ustiga tepgan qilib o'sha kuni ham yomg'ir quyib berdi. Mani biletim soundcheck bo'lgani uchun kirish vaqti soat 2 dan 3:30 gacha edi. O'sha soat 4 da BTS memberlari sahnaga chiqib, albomidagi yangi qo'shiqlarini kuylab berishdi. Keyin bizga ozgina dam berishdi. Issiq choy ichib dam olishimiz uchun haqiqiy konsert bo'lsa soat 7 da boshlandi. BTS Seulda 3 kun konsert bergan bo'lsa, именно men borgan kuni yomg'ir tinmasdan yog'di. Yo'l bo'yi shuni o'ylab stress bo'lib kelgandim, konsertni maza qilib o'ynolmasam kerak deb. Yo'q, aslida yomg'ir sabab telefonimni kamroq qo'limga oldim va ko'proq konsertda o'ynab maza qilib qo'shiq aytishga harakat qildim. Konsert 7 da boshlanib, 9:40 da tugadi. Именно men borgan kuni konsert uzoqroq bo'ldi va yomg'ir yoqqani uchun har bitta BTS memberlari bizdan uzr so'rab chiqishdi. Shu paytda ko'zimga yosh kelib ketdi va bildimki, men to'g'ri K-pop idolalarini tanlaganimni. Got your pen.